Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilari. Mana yana bir premium klassdagi ishimiz, yana o'z xonadon egalariga o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bularning razmeri uzunligi 330 cm, balandligi 270 cm. Xo'p, bularning ranglariga keladigan bo'lsak, oq, beyaz bo'ladi. Xo'p, taylariga esa delfin rangida ishlatganmiz. Hozirgi 25-yildagi trendga aylanayotgan ranglardan biri. Xo'p, bularda do'stlar yana bir narsasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Bularning gullari, fotonlari ham bir-biriga juda pastvет holatda tushgan bo'ladi. Xo'p, yana bularimizni qilib bergan ishimiz addenni bu kuxnyadan tashqari рабочий zona ham qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu ayollarimizga juda удобный. Xamir, non, pon bu narsa yasagani tayyorlasa bo'ladi. Addenni. Xo'p, bu рабочий zonamizdan tashqari oshxonamiz ustiga keladigan bo'lsak, ustilari birinchi o'chirda kamin, искусственный tosh qilib berganmiz. Bularning ichida gaz vitskalari, bitovoylarini xonadon egalari olib bergan. Xo'p, biz qo'shib beradigan bonuslarimiz ichida birinchi o'chirda yaxshi musurchilik, turetskiy sushulkalar qo'yib beramiz. Xo'p, yana birda qoshiq donlari bor ishlarida. Xo'p, do'stlar, yana bir narsasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Bu yerda mexanizmlari umuman ko'rinmaydi, ichida bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Yana bitta ish, yana yangilik qilganmiz. Hozir bu ishimizda ponni mexanizmi buning filmidan bo'lgan 100%. Xo'p, do'stlar, kimga yana shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Обязательно aloqaga chiqinglar va yana kuxunnidan tashqari, xo'p, перехошkalar ham qilib beriladi обязательно chiroyli qilib. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar. Rahmat.